Diqqat qiling, ish qidirib yurgan O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Oylik maosh 1750 AQSh dollari. O'zbekistonliklar Koreyaga ishga taklif qilinmoqda. Aziz do'stlar, videoroligimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Janubiy Koreyaning kemasozlik korxonasi o'zbekistonlik elektriklarni ishga taklif qilmoqda. Workmal xususiy bandlik agentligi ma'lumotlariga ko'ra, jami 50 nafar mutaxassis ishga olinadi va ular bilan doimiy mehnat shartnomasi tuziladi. Ish haqi oyiga 2.571 ming won, taxminan 1750 AQSh dollarini tashkil etadi. Ishchilar oyiga 264 soat ishlaydi. Qo'shimcha ishlangan har bir soat uchun alohida haq to'lanadi. Shuningdek, ishchilar turar joy bilan bepul ta'minlanadi va ish vaqtida bir mahal ovqat beriladi. Nomzodlar 22-35 yosh oralig'ida sudlanmagan bo'lishi, bakalavr yoki undan yuqori darajadagi diplomga va yo'nalish bo'yicha kamida 1 yillik rasmiy tajribaga ega bo'lishi kerak. Saralash bosqichini bosib o'tganlar koreys tilini o'rganishi zarur. Buning uchun maxsus intensiv kurslar ham mavjud. Shuningdek, ishchilar sug'urta bilan ham ta'minlanadi. Arizalar Migratsiya agentligining xorijda ish platformasi orqali qabul qilinadi.